Traderlarning 90% vaqt oralig'ini, time frame'ni uyg'unlashtirishni e'tiborsiz qoldiradi va aynan shu sababli traderlarning 90% zarar ko'rib qoladi. Siz hozir buni anglamayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin tez orada tushunasiz. Har bir asosiy daraja yoki yo'nalish katta time frame'da mukammal ishlaydi. Oddiy qilib aytganda, biz kunlik grafikda asosiy darajani belgilasak, so'ngra kirish nuqtasini topish uchun soatlik grafikka o'tamiz. Agar 4 soatlik grafikda asosiy daraja aniqlansa, unda biz 15 daqiqalik grafikka tushib, kirish nuqtasini o'sha yerdan izlaymiz. Endi esa real grafiklarni ko'raylik. Mana bizda soatli time frame bor. U endigina likvidlikni yig'ib oldi. Bu shuni anglatadiki, endi narx navbatdagi likvidlik darajasiga, ya'ni mahalliy maksimumdan yuqoriga intiladi. Shu tushunchadan kelib chiqib, aniq kirish uchun biz 15 daqiqalik grafikka o'tamiz. Bu yerda mukammal kirish modelini ko'rib turibmiz. Avval likvidlikni yig'ilishi, undan keyin tuzilmaning buzilishi, keyin esa chegirma zonasidagi bo'shliq, gapga qaytish. Biz savdoga kiramiz, stop